Yo do'stlar, bugun dadam bilan ayamga bozorga duolarni olish uchun bozorga chiqdik. Bir narsalar bermoqchiman. Sizga bir narsa bermoqchiman. Tanlaysiz nima kerakligini. Yaxshi, zo'r. Necha pul qilib berasan? Yo'lda qilib beraman. Ishlaring bo'lsa, hammasini rivojini bersin. Alloh farishtalar, payg'ambarlarimizni ular qo'llab-quvvatlab tursin. Allohim Sakinaxonam katta qiz bo'lib, yonlarimizda o'ynab kulib, bosh bo'lib yursin. Allohim xushaqaringlar, umringiz bilan, rizqingiz bilan bergan bo'lsin. Allohim. Afrizaxon katta o'qishlarga kirib, meni katta qizim bo'lib yursin. Hamma kishilar kim qizsan? Ay, o'zim qizib bo'lib yursin. Har doim bismillahir-rohmanir-rohim. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban rahmatulloh. Yo do'stlar, bu videodan olishda maqsad kimgadir maqtanish va biror narsani isbotlash emas. Ota-onalaring borligida ularni duolarini olinglar. Duolari sizlarni martabalaringni va hurmatlaringni 110 baravar oshiradi. Ularga qilingan ehson esa 1000 baravar bo'lib qaytib kelishiga ishonaman. Hammaga esa omad, ota-onalaringni yaxshi ko'ringlar. Hammaga bum.